do'stlar, hurmatli kuzatuvchilar, bugun xudo xolasa Qorovlar Jondor tumaniga yangilardan kelgan. Yangilaridan, zo'rlaridan apasini ukasi keldi. Kecha apasini ketirib sotgandik, bugun ukasi keldi do'stlar. Sifatini qarang, top toza. Rossiyskiy Goldstein. Tomosha qiling. Uyga bog' berasiz, molga bog' berasiz do'stlar. Oyoqlariga, ya'ni o'tirishlariga so'g'ishga qo'yadi 100%. O'lchamiz bunaqa. Xudo xolasa molga kelib turibdi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Narxi 17 million so'm do'stlar. Top toza Goldstein. Rossiyskiy Goldstein. Bemalol kuzatishingiz mumkin. Mol qilaman deganlarga bir mol qolgan mol bo'ladi. Appasini ukasi bu. Bemalol aloqaga chiqasizlar do'stlar, sherlarni ham ko'rsatamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mol qilaman deganlarga yana molni zo'ri. Faqat zo'ri bizda do'stlar. Faqat zo'ri sifatli Angusga gibrid mollar bizda do'stlar. Fermani mollari ana bu ham bemalol qo'yadi so'g'ishga. Bu ham molga kelib o'tiribdi. G'unojin bular. Hamma ko'rsatgan mollarimiz do'stlar. G'unojin. Buni narxi 13 million so'm kam bor, hurmatli kuzatuvchilar. Hurmatli do'stlar, 13 million so'm kami bor. Manzilimiz Qorovlar Jondor tumani. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mol sifatiga, yeb ichishiga, oyoqlariga, xoniga bemalol tekshirib olaverasizlar molchani. Hozir yana keyingi molimizni olib chiqamiz do'stlar. Buni narxi 13 million so'm kami bor. Qizil Angus bu. Angusga gibrid qizil Angus. Hurmatli do'stlar, mollarni zo'riga qiziqadiganlar uchun bular. Faqat molni zo'rni olaman deganlar uchun. Ol qilsam bitta mol qilaman, zo'rdan qilaman deganlar uchun. Gibrid mol. Bu 130 kilo sana. Bu ham bemalol qo'yadi do'stlar. Bemalol so'g'ishga qo'yadi. Bu ham molga kelgan qunojin. Hurmatli do'stlar, bular hammasi firmadan kelayotgan mollar, xoni gibrid, xoni tekshirilgan mollar. Bemalol ana ko'rishlaringiz mumkin. Mollar oyoqlarini, orqasini, oldini. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, narxi 15 million so'm kami bor do'stlar. Narxi 15 million so'm kami bor. Hozir ham bu mol charchoqlik uchun qorinlari qo'ygan, lekin bu bir kun ikki kunda o'zini tiklab olsa bu amlandagi molga dam beradi do'stlar. Raqamlarimizni qoldirib o'tamiz, bemalol aloqaga chiqasizlar do'stlar. Mollarning zo'ri faqat bizda. Hurmatli do'stlar, bu qachonni mexchalar bu qacha ko'ryapsizlar. Bu yanchalarni gavdachani kachoq bu qachada Piyon sotuvga do'stlar. Buni narxi 15,5 million so'm kami bor. Buni aksiyaga qo'ydik. Chunki bu endi buni sotishimiz kerak. Molni yeb, yeyishiga, ichishiga 100% javob beramiz. Bitta bu qacha qo'ygan, xudo xolasa. Mexchaday bu qacha. Bitta o'lan operator. Mollarning sifatiga tomosha qiling. Bu Goldsteinimizni. Mollarni kichik mol emas do'stlar, kichik mol emas bular. Bular juda yirik katta mollar. Juda katta mollar hammasi. Kelib ko'rgandan keyin bog' beraverasizlar, bemalol bo'laverasiz. Aloqaga chiqasizlar do'stlar, kimga kerak bo'lsa mollarni zo'rini keltirib beramiz, zo'rini faqat. Qachaq-pachaq mol keltirmaymiz.